Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugun men qariyalar, pensionerlar, nogironligi bo'lgan fuqarolar, boquvchisini yo'qotgan oilalar va ayniqsa avgust oyida qo'shimcha pul kutayotgan insonlar uchun juda muhim masalani tushuntirib beraman. Gap qariyalar qo'shimchasi oshgani. Ayrim fuqarolar avgust oyida pensiya yoki nafaqa ustiga qo'shimcha ravishda 1.500.000 so'mgacha pul olishi mumkinligi haqida ketmoqda. Bu ma'lumotni oxirigacha eshiting, chunki ko'pchilik aynan shu joyda xato qiladi. Hamma olarkan deb o'ylaydi. Keyin pul tushmagach hayron bo'ladi. Yoki aksincha o'ziga tegishli pulni talab qilmay yuradi. Men sizga kim oladi, kim olmaydi, qanday holatda qo'shimcha hisoblanadi, qayerga murojaat qilish kerak, qanday hujjatlar kerak bo'lishi mumkin, barchasini oddiy tilda tushuntiraman. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing, chunki bunday ma'lumot bir oilaning byudjetiga bevosita ta'sir qiladi. Avvalo, bir narsani aniq qilib olaylik. Pensiya va nafaqalar masalasida odamlarni eng ko'p chalg'itadigan narsa bu oshdi degan gapning mazmuni. Pensiya oshdi degani har doim ham hammaning kartasiga bir xil summa qo'shiladi degani emas. Ba'zida bazaviy miqdor oshadi, ba'zida eng kam pensiya miqdori oshadi. Ba'zida alohida toifadagi fuqarolarga ustama belgilanadi. Ba'zida esa avval hisoblanmagan farq qayta hisob-kitob qilinib, bir martalik tarzda beriladi. Oldin qanday edi? Oldin ko'plab pensionerlar o'z pensiyasini odatdagi tartibda olardi. Kimdir yoshga do'yur pensiya, kimdir nogironlik pensiyasi, kimdir boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi, kimdir esa ijtimoiy nafaqa. Har oy belgilangan sanada pul plastik kartaga tushardi yoki ayrim joylarda pochta orqali yetkazib berilardi. Agar hukumat qarori bilan miqdor oshirilsa, pensiya jamg'armasi tizimi orqali qayta hisob-kitob qilinardi. Endi nima o'zgardi? Avgust oyida ayrim fuqarolarda qo'shimcha to'lov paydo bo'lishi mumkin. Bu qo'shimcha hamma uchun avtomatik 1.500.000 so'm degani emas. Bu yerda asosiy masala shundaki qaysi fuqaroga qanday ustama, qaysi davr uchun farq, qaysi asos bo'yicha berilayotgan tekshiriladi. Masalan, ayrim pensionerlarda pensiya miqdori yangi tartib bo'yicha oshiriladi va avvalgi oylar uchun farq to'lanadi. Ayrimlar esa alohida ijtimoiy toifa sifatida qo'shimcha olish huquqiga ega bo'ladi. Yana bir guruhda esa hujjat kech topshirilgani uchun pul bir necha oyga yig'ilib, avgustda kattaroq summa bo'lib tushishi mumkin. Men ekspert sifatida eng avvalo shuni aytaman. Pul tushishini faqat mish-mish bilan kutmang. O'zingizning toifangizni, pensiya turini, ish stajingizni, nogironlik guruhingizni, yashash holatingizni va hujjatlaringiz to'liq yoki to'liq emasligini tekshiring. Chunki aynan mana shu omillar natijani belgilaydi. Birinchi navbatda yoshga do'yir pensiya olayotgan qariyalar e'tibor berishi kerak. Agar siz erkaklarda belgilangan pensiya yoshiga, ayollarda belgilangan pensiya yoshiga yetib rasmiy pensiya olayotgan bo'lsangiz, oshirilgan miqdor sizga ham ta'sir qilishi mumkin. Lekin sizning pensiyangiz qancha oshishi sizning ish stajingiz, oylik daromadlaringiz, avvalgi hisob-kitob bazangiz va pensiya turiga bog'liq. Misol keltiraman. Deylik, Ahmad ota 72 yoshda 35 yil rasmiy ishlagan. Uning pensiyasi 2.800.000 so'm edi. Yangi hisob-kitobdan pensiyasi 3.000.000 so'mga chiqsa, har oy 300.000 so'm farq paydo bo'ladi. Agar bu farq bir necha oy uchun qayta hisoblangan bo'lsa, masalan 5 oy uchun, Ahmad ota avgustda 1.500.000 so'm qo'shimcha olishi mumkin. Mana shu sarlavhada aytilayotgan 1.000.000 so'm ko'pincha shunday farqlar yig'indisi bo'lishi mumkin. Demak, gap bir oyda hammaning pensiyasiga 5 million qo'shiladi degani emas. Balki ayrimlarga qayta hisob-kitob natijasida shu atrofdagi summa tushishi mumkin. Ikkinchi toifa nogironligi bo'lgan fuqarolar. Agar fuqaro nogironlik pensiyasi yoki nafaqasi olayotgan bo'lsa, unga tegishli miqdor ham o'zgarishi mumkin. Ayniqsa nogironlik guruhi o'zgargan, tibbiy mehnat ekspert komissiyasi qarori yangilangan yoki oldingi hujjatlar kech tasdiqlangan bo'lsa, avgustda qo'shimcha to'lov chiqishi ehtimoli bor. Masalan, bir fuqaro avval 3 guruh nogironligi bo'yicha nafaqa olayotgan edi. Keyin tibbiy xulosa bilan 2 guruhga o'tkazildi. Agar bu qaror oldingi sanadan kuchga kirgan bo'lsa, o'rtadagi farq hisoblanadi. Har oy 2.300.000 so'm farq chiqsa, bir necha oyga yig'ilib 20 million so'mdan oshishi mumkin. Uchinchi toifa boquvchisini yo'qotgan oilalar. Bu yerda ham ko'p noziklik bor. Oilada voyaga yetmagan farzandlar, kunduzgi ta'limda o'qiyotgan talabalar yoki mehnatga layoqatsiz oila a'zolari bo'lsa, ular boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi yoki nafaqasiga da'vogar bo'lishi mumkin. Agar hujjatlar oldin topshirilgan
Lekin hisob kitob keyin yakunlangan bo'lsa, pul bir necha oy uchun birdaniga tushadi. Masalan, ona 2 farzandi bilan boquvchisini yo'qotagan. Hujjatlar may oyida berilgan, qaror avgustda chiqqan. Shunda may, iyul va avgust oylariga to'lov hisoblanishi mumkin. Bu holatda karta balansida odatdagidan katta summa ko'rinadi. 4-toifa yolg'iz yashovchi keksalar. Ayrim hududlarda yoki ayrim ijtimoiy dasturlar doirasida yolg'iz keksalar. Parvarishga muhtoj shaxslar, saxovat va ko'mak daftarida turganlar, ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalar bo'yicha alohida yordamlar bo'lishi mumkin. Bular pensiyaning o'zi emas, balki mahalla yoki ijtimoiy himoya tizimi orqali beriladigan moddiy yordam bo'lishi mumkin. Shuning uchun odamlar ba'zan pensiya oshdi deb o'ylaydi. Aslida esa mahalla tomonidan bir martalik yordam ajratilgan bo'ladi. Agar sizning pensiyangiz allaqachon yangi tartib bo'yicha qayta hisoblangan bo'lsa, kartangizga muntazam oshirilgan miqdor tushayotgan bo'lsa va hech qanday qarzdorlik yoki farq qolmagan bo'lsa, avgustda katta qo'shimcha tushmasligi tabiiy. Bu sizdan pul olib qo'yildi degani emas. Shunchaki sizga tegishli oshirilgan summa har oy ichida allaqachon berilayotgan bo'lishi mumkin. Agar siz pensiya oluvchi bo'lmasangiz, nafaqa olmasangiz, ijtimoiy ro'yxatda turmasangiz, nogironlik yoki boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha huquqingiz bo'lmasa, faqat yosh jihatdan qariya bo'lganingiz uchun avtomatik 1 million so'm tushadi deb kutmang. Davlat to'lovlari aniq huquqiy asos bilan beriladi. Yoshi katta bo'lish muhim, lekin to'lovning turi, hujjati, tayinlangan qarori bo'lishi shart. Agar siz xorijda yashayotgan bo'lsangiz, vaqtincha ro'yxatdan chiqqan bo'lsangiz, bank kartangiz ishlamayotgan bo'lsa yoki pensiya olish tartibingizda cheklov bo'lsa, to'lov kechikishi mumkin. Bunday holatda menga bermadi deb xulosa qilishdan oldin hisob raqam, plastik karta, yashash joyi bo'yicha ma'lumot va pensiya jamg'armasidagi shaxsiy ma'lumotlarni tekshirtirish kerak. Endi avgustda 1 million so'm kim oladi degan savolni oddiy tilga tarjima qilaman. Bunday summa odatda 3 xil manbadan sharhlanishi mumkin. Birinchisi, pensiya oshishi bo'yicha bir necha oylik farq. Masalan, yangi miqdor aprel oyidan hisoblanishi kerak edi, lekin amalda avgustda qayta hisoblandi. Har oy 300 ming so'mdan farq bo'lsa, 5 oyda 20 million 500 ming so'm bo'ladi. Bunda keyingi oylarda har oy faqat 300 ming so'm ko'proq olasiz, 20 million esa bir martalik to'plangan farq bo'ladi. Ikkinchisi, hujjat kech rasmiylashtirilgan holat. Masalan, pensionerning staji bo'yicha qo'shimcha hujjat topildi. Arxivdan eski ish joyi haqidagi ma'lumotnoma olindi. Shu hujjat pensiyaga ta'sir qildi. Agar pensiya jamg'armasi buni tan olsa, pensiya qayta hisoblanadi. Ayrim hollarda qayta hisob kitob ariza berilgan sandan, ayrim hollarda huquq paydo bo'lgan sandan boshlab qilinadi. Mana shu joyda oddiy odam adashadi. Men doim aytaman, ariza sanasi, hujjat sanasi va huquq paydo bo'lgan sana bir xil narsa emas. Uchinchisi, alohida toifadagi qo'shimcha to'lov. Masalan, urush qatnashchilari, front o'rta mehnatkashlari, muayyan xizmatlari bor keksalar, nogironligi bo'lgan shaxslar, yakka yolg'iz qariyalar yoki ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalar uchun alohida ustama va moddiy yordamlar bo'lishi mumkin. Bu hamma pensionerlarga emas, aynan belgilangan toifadagi fuqarolarga beriladi. Birinchi misol. Muhabbat aya altdagi yoshda pensiyasi 1 million 400 ming so'm edi. U ilgari tikuvchilik fabrikasida ishlagan, lekin stajining 6 yili pensiya hisobiga kirmagan, chunki hujjat topilmagan. Farzandi arxivga murojaat qilib, ish haqi va staj bo'yicha ma'lumotnoma oldi. Pensiya qayta hisoblangach, oylik pensiya 1 million 600 ming so'mga chiqdi. Farq 200 ming so'm. Agar bu farq 6 oy uchun hisoblansa, muhabbat aya 1 million 500 ming so'm qo'shimcha olishi mumkin. Bu yerda pul sovg'a emas, ayning oldindan bor huquqi bo'yicha to'langan farq. Ikkinchi misol. Salim ota 75 yoshda pensiyasi normal tushib turgan. U hech qanday yangi hujjat topshirmagan. Pensiyasi oldin qayta hisoblangan. Qo'shimcha toifa bo'yicha ro'yxatda yo'q. Qo'shnisi 20 million oldi, Salim ota esa olmadi. Bu adolatsizlik bo'lishi shart emas. Qo'shnisida ehtimol qayta hisob kitob, nogironlik guruhi o'zgarishi yoki bir necha oylik farq bor. Salim otada esa bunday asos yo'q. Shuning uchun har bir holat alohida tekshiriladi. Uchinchi misol. Dilshod ismli fuqaro boquvchisini yo'qotgan oilaning farzandi. U 18 yoshdan oshgan, lekin oliygohda kunduzgi ta'limda o'qiydi. U hujjat topshirmagan bo'lsa, tizim uni avtomatik doim ham aniqlamaydi. O'qish joyidan ma'lumotnoma, pasport ma'lumotlari, oilaviy holat bo'yicha hujjatlar topshirilgach, to'lov tiklanishi mumkin.
Agar u bir necha oy pul olmagan bo'lsa va huquqi tasdiqlansa, avgustda yig'ilgan summa tushishi mumkin. 4-misol. Zaynab aya yolg'iz yashaydi. Farzandlari boshqa viloyatda. U pensiya oladi, lekin sog'ligi yomonlashgan, parvarishga muhtoj. Mahalla uni ijtimoiy ro'yxatga kiritgan. Ijtimoiy himoya milliy agentligi yoki mahalla orqali holati o'rganilgan. Bunday vaziyatda pensiyadan tashqari moddiy yordam ajratilishi mumkin. Odamlar buni pensiyam oshdi deb aytadi. Aslida esa bu alohida yordam bo'lishi mumkin. Farqni tushunish kerak. Pensiya doimiy oylik to'lov. Moddiy yordam esa ko'pincha bir martalik yoki ma'lum muddatli yordam. Eng muhim nozik jihat, qo'shimcha pul olish uchun sizning ma'lumotlaringiz tizimda to'g'ri bo'lishi kerak. Pasport almashtirilgan, familiya o'zgargan, bank kartasi muddati tugagan, yashash manzili almashgan, telefon raqami yangilangan bo'lsa, ba'zan xabar kelmaydi yoki to'lov kechikadi. Pensiya jamg'armasi hisob-kitob qilgan bo'lsa ham bank kartasi bloklangan bo'lsa, pulni vaqtida ishlata olmaysiz. Ikkinchi nozik jihat, hamma qo'shimcha ham avtomatik tushmaydi. Ba'zi to'lovlar uchun ariza kerak. Masalan, ish stajini qo'shish, arxiv hujjatini kiritish, boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha o'qish ma'lumotnomasini yangilash, nogironlik bo'yicha yangi xulosani taqdim etish, parvarishga muhtojlik holatini tasdiqlash kabi masalalarda fuqaroning o'zi yoki vakili harakat qilishi kerak bo'ladi. Uchinchi nozik jihat, qo'shnim oldi, men ham olishim kerak degan dalil yetarli emas. Davlat to'lovlarida asos hujjat bilan isbotlanadi. Qo'shningizning staji ko'proq bo'lishi mumkin. Nogironlik guruhi boshqa bo'lishi mumkin. Unga oldingi oylar uchun farq tushgan bo'lishi mumkin. Oilaviy holati yoki ijtimoiy maqomi siznikidan farq qilishi mumkin. Shuning uchun solishtirishdan ko'ra o'z shaxsiy pensiya ishini tekshirtirish foydaliroq. 4-nozik jihat. Ayrim hollarda ortiqcha to'langan pul keyinchalik qaytarilishi talab qilinishi mumkin. Masalan, fuqaro noto'g'ri ma'lumot bergan bo'lsa, o'qishdan chetlatilgan talaba boquvchisini yo'qotganlik to'lovini olib yurgan bo'lsa, nogironlik muddati tugagan bo'lsa, qayta ko'rikdan o'tmagan bo'lsa, tizim keyin buni aniqlashi mumkin. Shuning uchun men har doim qonuniy asosni tekshirishni maslahat beraman. Bugun tushgan pul ertaga muammo bo'lib qolmasligi kerak. 5-nozik jihat. Avgust oyidagi to'lov sanasi hududga, bankka, pochta tartibiga qarab farq qilishi mumkin. Kimdadir oyning boshida tushadi, kimdadir o'rtasida, kimdadir jadval bo'yicha keyinroq. Birinchi kuni pul tushmasa, vahima qilish kerak emas. Lekin oyning belgilangan to'lov muddati o'tib ketgan bo'lsa, albatta murojaat qilish kerak. Birinchi qadam, o'zingiz qaysi to'lov oluvchisi ekaningizni aniqlang. Yoshga doir pensiyami, nogironlik pensiyasimi, ijtimoiy nafaqam, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasimi yoki mahalla orqali moddiy yordammi? Buni bilmasdan turib menga 21 million tushishi kerakmi degan savolga javob topib bo'lmaydi. Ikkinchi qadam, oxirgi 3-4 oyda kartangizga tushgan summalarni tekshiring. Bank ilovasidan ko'ring yoki bankomatdan mini ko'chirma oling. Har oy qancha tushgan? Avgustda odatdagidan ko'proq tushganmi? Izohda nima yozilgan? Shularni solishtiring. Ba'zan odam pul tushganini ham sezmaydi. Chunki farzandi karta ishlatadi yoki avtomatik to'lovlar yechib ketadi. 3-qadam, tuman yoki shahar pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. O'zingiz bor olmasangiz, ishonchnoma orqali farzandingiz yoki yaqin qarindoshingiz bo'lishi mumkin. U yerda mening pensiyam qayta hisoblanganmi? Menga oldingi oylar uchun farq chiqadimi? Avgust oyida qo'shimcha to'lov nazarda tutilganmi? Pensiya ishida yetishmayotgan hujjat bormi? deb aniq savol bering. Umumiy gap bilan borsangiz, umumiy javob olasiz. Aniq savol bersangiz, aniq ma'lumot olish ehtimoli yuqori bo'ladi. 4-qadam, hujjatlarni tayyorlang. Odatda pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi yoki pensiya tayinlangani haqidagi ma'lumot, plastik karta rekvizitlar, mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomalari, ish staji bo'yicha hujjatlar, nogironlik bo'yicha tibbiy xulosa, boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha o'lim guvohnomasi, farzandlarning tug'ilganlik guvohnomasi, talaba bo'lsa kunduzgi ta'limda o'qiyotgani haqida ma'lumotnoma kerak bo'lishi mumkin. Har bir holatda ro'yxat farq qiladi, lekin asosiy hujjatlar shular. 5-qadam, ariza yozing. Arizada hissiyot emas, fakt bo'lsin. Masalan, mening pensiya miqdorimni qayta hisoblab berishingizni so'rayman. Mehnat stajimga oid yangi arxiv ma'lumotnomasini ilova qilaman. Qayta hisob-kitob natijasida vujudga kelgan farqni qonunchilikda belgilangan tartibda to'lab berishingizni so'rayman. Mana shunday aniq yozilsa, murojaat bo'yicha rasmiy javob olish osonroq bo'ladi. 6-qadam,
Murojaat raqamini saqlab qo'ying. Og'zaki aytilgan gapga isbot bo'lmaydi. Ariza berganingizda kirim raqami, sana qabul qilgan xodim yoki elektron murojaat raqamini yozib oling. Agar belgilangan muddatda javob bo'lmasa, yuqori tashkilotga murojaat qilishingiz mumkin. 7-qadam mahallaga ham boring. Chunki ayrim yordamlar pensiya jamg'armasi orqali emas, mahalla ijtimoiy himoya organlari yoki boshqa dasturlar orqali beriladi. Ayniqsa yolg'iz keksalar, nogironligi bo'lganlar, kam ta'minlangan oilalar, parvarishga muhtoj shaxslar mahalladagi mas'ullardan o'z holatini o'rganishni so'rashi kerak. Men yordamga muhtojman deyishning o'zi yetarli emas. Holat dalolatnoma, ro'yxat ijtimoiy mezonlar orqali tasdiqlanadi. 8-qadam rasmiy manbalarni kuzating. Pensiya jamg'armasi, ijtimoiy himoya milliy agentligi, hukumat qarorlari va bank xabarnomalaridagi ma'lumotlarga tayaning. Telegramdagi har bir xabarni haqiqat deb qabul qilmang. Hamma pensionerga ilmiy bilimlilar ekan degan gapni ko'rsangiz, darhol savol bering. Qaysi qaror, qaysi toifa, qaysi sana, qaysi manba? Agar javob yo'q bo'lsa, demak, bu xabar chala yoki noto'g'ri talqin qilingan bo'lishi mumkin. Agar siz o'zingizni qo'shimcha to'lov olish kerak bo'lgan toifaga kiritaman deb hisoblasangiz, lekin avgustda pul tushmasa, birinchi navbatda bank kartangizni tekshiring. Karta muddati tugamaganmi, bloklanmaganmi, hisob raqam faolmi? Keyin pensiya jamg'armasidan to'lov vedomosi shakllanganmi, pul bankka o'tkazilganmi, qayta hisob kitob qilinganmi? Shuni so'rang. Agar sizga tegishli emas deyishsa, sababini yozma tarzda so'rang. Og'zaki yo'q degan javob bilan cheklanib qolmang. Yozma javobda qaysi qonuniy asos bilan rad etilgani ko'rsatiladi. Shunda siz keyin hujjat to'ldirasizmi? Qayta murojaat qilasizmi yoki yuqori tashkilotga shikoyat qilasizmi? Aniq qaror qilasiz. Agar hujjatingiz yetishmayotgan bo'lsa, uni topishga harakat qiling. Ko'p keksalar eski zavod yopilib ketgan. Endi hujjat yo'q deb o'ylaydi. Aslida ko'p hollarda arxivda ma'lumot saqlangan bo'ladi. Korxona yopilgan bo'lsa ham, uning hujjatlari davlat arxiviga yoki huquqiy voris tashkilotga topshirilgan bo'lishi mumkin. Bir dona arxiv ma'lumotnomasi pensiya miqdorini sezilarli oshirib yuborishi mumkin. Agar siz o'zingiz bora olmasangiz, yaqinlaringizdan yordam so'rang. Qariyalar ko'pincha bolalarni bezovta qilmay deb yillar davomida kam pensiya olib yuradi. Bu noto'g'ri. Bu sizning huquqingiz. Farzand yoki nabira bank ilovasini ko'rib berishi, arxivga so'rov yuborishi. Elektron murojaat yozishi mumkin. Bugun bir soat vaqt ajratish kelajakda har oy qo'shimcha pul olishga sabab bo'lishi mumkin. Birinchi xato faqat eshitgan gapga ishonish. Avgustda hammaga bir 5 million tushadi degan gap juda jozibali eshitiladi. Lekin huquqiy asos bo'lmasa, bu noto'g'ri kutilma yaratadi. Har bir to'lovda toifa shart, sana va hujjat bo'ladi. Ikkinchi xato hujjatlarni yangilamaslik. Nogironlik muddati tugagan, talaba ma'lumotnomasi eskirgan, pasport almashtirilgan, karta rekviziti o'zgargan, lekin fuqaro hech qayerga xabar bermagan. Keyin to'lov to'xtasa yoki kechiksa muammo paydo bo'ladi. Uchinchi xato pensiya ishini umuman tekshirtirmaslik. Ayrimlar 10-11 yildan beri bir xil pensiya olib yuradi, lekin stajda yoki ish haqi hisobida kamchilik bo'lishi mumkin. Ayniqsa Sovet davrida kolxoz, zavod, qurilish, tibbiyot, ta'lim, transport sohasida ishlagan fuqarolarda arxiv hujjatlari orqali qo'shimcha staj topilishi mumkin. 4-xato qo'shimcha pulni doimiy deb o'ylash. Avgustda 50 million tushsa, bu keyingi oy ham shuncha qo'shimcha tushadi degani emas. Agar bu oldingi oylar farqi bo'lsa, u bir martalik bo'ladi. Keyingi oyda faqat yangi oshirilgan oylik miqdor tushadi. Shuning uchun oilaviy budjetni tuzdan hisobga oling. Demak, azizlar, qariyalar qo'shimchasi oshgani haqidagi xabar juda muhim, lekin uni to'g'ri tushunish kerak. Avgust oyida 1.500.000 so'mgacha qo'shimcha pul ayrim pensionerlar, nafaqa oluvchilar, nogironligi bo'lgan fuqarolar, bo'g'uvchisini yo'qotgan oilalar yoki qayta hisob-kitob natijasida farqi yig'ilgan insonlarga tushishi mumkin. Bu hamma uchun avtomatik va bir xil to'lov emas. Men sizga tavsiya qilaman. Kartangizni tekshiring, pensiya turini aniqlang. Hujjatlaringizni ko'rib chiqing. Pensiya jamg'armasiga aniq savol bilan murojaat qiling. Kerak bo'lsa arxiv ma'lumotlarni toping, mahalladan ijtimoiy yordam imkoniyatlarini so'rang. Eng muhimi, o'zingizga tegishli pulni bilmasdan qoldirib ketmang. Sizning hududingizda avgust oyida qo'shimcha pul tushdimi? Qancha tushdi? Qaysi toifa bo'yicha tushdi yoki aksincha hali tushmadimi? Izohlarda yozib qoldiring. Boshqa yurtdoshlarimiz ham real holatlarni bilsin.
videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling, yaqinlaringizga ulashing. Chunki bu ma'lumot ayniqsa keksalarimiz, ota-onalarimiz va yordamga muhtoj oilalar uchun juda kerak.